hammaga mana dacha. Rustam aka Qadrdon Xitoydan kelishyapti. Keravalga olla ketsa tashib qo'yganman. Kutib olishga ketyapman endi. Kelsa birorta oshxonaga biron nima bu mehmondorchilik kuzatib turinglar. Hammasini qo'yib boraman. Bunga lakatsa tashlaganman. Dacha. O'shaga ketyapman. Kelganda mana ishda biz ishlayotgan dacha. Olishga tushib keldim mana pastga. O salqinda, bu yerda ham salqin joy. Chetga kelib endi to'xtaydi. Ana shu yerda Tolib akam damdov yotibdi mazzaqi. Rustam akamni kelishiga nimadan joy qilib turishim kerak. Nihoyat Rustam akam kelishdilar ana. Mana shu Rustamboy deganlari bo'ladi. Qulbuodan 82-yil Botiri. Xitoydan kelyapti. Keldingiz endi aka, nima yuk olib keldingiz? Aha, kim qilyapti? Dadam ekanmi? Ha, endi mana nimaga chiqib, 30 ga chiqib turgan deb qoldi. Bo'ldi, yaxshi uni. Ha, pulni ham oldim, masoni tushirgan yergisi masoni yo'lda oldim, xudoga shukr oldim. Ketdik, ovqatlarga ham boramizmi? Ha, boramiz. Bir o'chirib qo'yasizmi qachon? Bo'laydi ham. Oq oltinga boramiz endi. Ha? Yo, bu yerda spirtno yo'q-a? Yaxshi. Bir litr bo'lar ekan. Oq oltinga keldik. Birlik. Bo'laveradi. Ovqatdan kelsa bir narsa aytamiz, nimalar bo'lmasa bir litr. O, muzmashsuv juda muzli suv bo'lsa kerak. Mollardan joniga deb bitta ota qarang salqin. Ha, bu oralarda ham dacha bor ekan. Ha, endi ham dacha. Bu kattaroq odam qurtdi-da, mana deb chakana pul ketmagan, ota. Chakana pul ketmagan. Dam olishimiz yakunlandi. Qog'ozni so'rab, qog'oz qo'yamiz. Oq oltin filial. Xodimlar ham kelgan. Rustam akam bilan ko'rish marosimlarimiz hamma yo'q tugadi. Endi ishxonani bir ko'rsatib chiqaydi, aylantirib olib chiqyapti. Hojatga kelib chiqaydi, o'tib ketdi. Hali shu olib chiqaman. Mashinasi ham mana shu yerda qoldi. Hali kutib olgan joyim mana shu yerda. Qandaysiz, sog'liksiz? Ha, bu yashayapman, sizlar qanaqa o'tdi? Atib qo'yaman. Xotinlarning chindiqlarini. O, Rustam akam ketdi Toshkentga.